25 oktyabr İlham To'xta Əpəndining tug'ilgan kuni. Men İlham To'xta Əpəndining tug'ilgan kunini qizg'in tabriklash bilan birga uningga bo'lgan cheksiz hurmatimni bildiraman. İlham To'xta Əpəndi Uyg'ur xalqining vijdoni, erkinlik jangchisi va demokratiya qahramoni. U qaysar irodasi, mislsiz jasorati bilan Uyg'ur xalqi orasida emas, dunyoga tunilgan. İlham To'xta Əpəndi Xitoydek diktator bir davlatda milyonlagan kishi so'zlashga jur'at qilolmagan haqiqatlarni dadillik bilan, jasorat bilan o'tirib qo'ygan. İlham To'xta Əpəndi Xitoyda millatlar masalasini siyosatdan ko'proq qonun masalasi deb qaragan. Uyg'ur masalasining asosiy sababini Xitoy asosiy qonuni va milliy territoriyalik avtonomiya qonunining haqiqiy ma'noda amillashtirilmaganligida deb qaragan. Lekin Xitoy doiralari İlham To'xta Əpəndini mushu fikrlari sababli umr bo'yi qamoqqa mahkum qildi.